Shifokorlar uchun prava 2 baravar arzon. Tibbiyot xodimlari farzandlarining kontrakti davlat tomonidan to'lab beriladi. Mazkur dasturlarni amalga oshirish uchun har yili 100 milliard so'm mablag' ajratiladi. Endi hamma shifokor bo'ladimi? Oq xalatlilarning kasb bayrami bilan boshlangan haftaning e'tiborga molik xabarlari tahlili bilan qisqa newsda Digest. Assalomu alaykum. 10 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot va farmatsevtika xodimlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv manzili Toshkent davlat tibbiyot universiteti. Davlatimiz rahbari yig'ilganlarni sog'liqni saqlash sohasi xodimlari kuni bilan samimiy tabriklab, shifokorlar uchun katta imtiyozlarni e'lon qildi. Prezident qaroriga ko'ra 2026-yildan boshlab tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun bir qator yangiliklar kuchga kiradi. Jumladan, tibbiyot xodimlari kunida har yili eng kam maosh miqdorida shifokorlarga mukofot puli beriladi. Har bir hududda eng yaxshi shifokor, eng yaxshi rahbar va eng yaxshi shifoxona kabi nominatsiyalar bo'yicha tanlovlar o'tkaziladi. G'oliblar 30 million so'mgacha, muassasalar esa 500 million so'mgacha mukofot oladi. 15 yil stajga ega xodimlarning farzandlariga kontraktining 30% qismi, ammo 6 million 180 ming so'mdan oshmagan qismi qoplab beriladi. 15 yillik tajribaga ega xodimlarga bepul sanatoriyaga yo'llanma ham beriladi. Har yili 500 nafar shifokor ipoteka asosida uy-joy bilan ta'minlanadi. Dastlabki badalning 25% davlat tomonidan qoplab beriladi. Bundan tashqari ilmiy maqolalarni xalqaro jurnallarda chop etish xarajatlari to'liq davlat tomonidan qoplanadi. Endi tibbiyot xodimi prava uchun 2 baravar arzon to'laydi. Endilikda tibbiyot xodimlari barcha turdagi davlat xizmatlari to'lovini 50% ni to'laydi. Bu xizmatlarga pasport, ID karta, tug'ilish, nikoh, ajrashish, o'lim guvohnomalari kiradi. Yana haydovchilik guvohnomasi, transport vositalarini ro'yxatga qo'yish, ko'chmas mulkni davlat ro'yxatidan o'tkazish, yer uchastkasini ro'yxatga olish kabilar ham. Ya'ni, masalan, oddiy fuqaro bir xizmat uchun 100 ming so'm to'lasa, tibbiyot xodimi 50 ming so'm to'laydi. Akkreditatsiyadan o'tgan xodimlarga 10% ustama qo'shiladi. 2026-yil 1-aprelidan boshlab davlat tibbiyot muassasalari 5 kunlik ish haftasiga o'tadi. Shu bilan birga dam olish va bayram kunlarida tizimning uzluksiz ishlashi uchun navbatchilik saqlanib qolinadi. Mazkur dasturlarni amalga oshirish uchun har yili 100 milliard so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. 2026-yildan bepul tibbiy xizmatlar qisqaradi. 2026-yildan oilaviy poliklinikalarda faqat shifokor yo'llanmasi asosida bepul tekshiruvlar o'tkaziladi. O'zboshimchalik bilan EKG, analiz va tekshiruvlarga borilsa, ya'ni shifokor yo'llanmasisiz analiz topshirmoqchi bo'lganlar uchun xizmat pullik bo'ladi. Bundan ko'zlanayotgan maqsad navbatni kamaytirish va resurslarni tejash. Bu yangilik aholida ikki xil munosabat tug'dirishi tabiiy. Kimdadir tartib-intizom oshadi degan umidimiz bo'lsa, boshqalarda esa qo'shimcha xarajatlar, qo'rquv ham paydo bo'lishi mumkin. Bu xabarga sizning munosabatingiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Tibbiy ta'limda kutilayotgan islohotlar bilan davom ettiramiz. Prezident yig'ilishda kelgusi o'quv yilidan tibbiyot oliygohlarida bakalavr bosqichida pediatriya va davolash yo'nalishlarini o'z ichiga olgan umumiy tibbiyot fakulteti ochilishini e'lon qildi. Ularda oilaviy shifokorlik mutaxassisligi bo'yicha rezidentura va magistratura ham yo'lga qo'yiladi. Rezidenturada ta'lim olayotgan talabalar bepul o'qish bilan birga oilaviy shifokor sifatida ishlab maosh oladi. Rezidentura bitiruvchisi oilaviy shifokorlik bo'yicha tor soha diplomi va 150% ustama oladi. Oliy ma'lumotli hamshiralar soni oshiriladi. Hamshiralar akademiyasi esa Toshkent davlat tibbiyot universiteti tasarrufiga o'tkaziladi. Kelasi yildan oliy hamshiralarning maoshiga 100% ustama beriladi. Ta'limdagi ushbu o'zgarishlardan esa tibbiy xizmat sifati ko'tarilishi kutilmoqda. Islohotlar belgilangan ijrosini esa qanday natijada bo'lishi hali qorong'u, ammo yaxshi bo'lishiga ham umid yo'q emas. Ortda qolgan hafta tibbiyot haqidagi quvonarli xabarlar bilan birga dilni xira qiladigan holatga ham guvohlik qildi. Gap shundaki, Toshkent davlat tibbiyot universitetida stipendiya muammosi. Ikkinchi bosqich ordinatorlari haligacha stipendiya kutyapti. Ikkinchi bosqichda tahsil oluvchilarga 3 oylik stipendiya to'lanmagan.
Holat universitet bayonotida ko'pchilik birinchi bosqichda attestatsiyadan o'ta olmagan va qayta topshirishlarga qolgani bilan izohlangan. Ikkinchi masala, o'tgan yilgi to'lanmay qolgan 2 oylik, ya'ni sentyabr-oktyabr oyi stipendiyalari to'lovlarini amalga oshirish aslida sobiq Toshkent davlat stomatologiya instituti tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan. Ammo hozirda 19 nafar talabaning ushbu masaladagi haqlarini to'lab berish tartibi ko'rib chiqilmoqda. Hafta dayjestidan o'rin olgan xabarlar tahlili shulardan iborat edi. Tibbiyotga qo'shilayotgan yangiliklar haqida sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Xorij va O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni Qisqa News'da kuzatib boring.